Assalomu alaykum. Bugungi hikoyamiz temirchi usta va Bishr o'rtasidagi suhbat. Bishr Hofiy rahimahulloh avvallari otalaridan qolgan mol-u davlatni sarflab, kayfu safo qilib yurardilar. Keyin bir taqvodor temirchiga shogird tushib, uning nasihatlarini tinglaganlaridan so'ng qilgan xatolarini anglab tavba qildilar va ulug' olimlardan biri bo'ldilar. Quyida ana shu temirchi bilan Bishr o'rtasidagi suhbatni e'tiboringizga havola etamiz. Yaxshi, qo'ling tez kelishdi. Bolg'ani o'z vaqtida ur. Oldin yoki keyin urmagin. Bir xil ohangda va ehtiyot bo'lib ur. Qara, Bishr, ko'ryapsanmi? Temir ham yupqalashdi. Ana shunday asta-sekin yumshab boshqacha shaklga kiradi. Ha, usta, haqiqatdan chiroyli shaklga kirdi. Qani edi men ham shunga o'xshab o'zgarsam. Yongan o'zgaradi. Ya'ni nafsni tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lib, o'zini tuzatib oxirat uchun harakat qilgan, Allohning aytganini qilib, qaytarganlardan qaytgan, Allohni sevgan kishi o'zgaradi. Yongan? Ha, yonish kerak. Yonmoq istayman, yonishim kerak. Yonish. Menga yonishni o'rgating, usta. Bu juda qiyin ish. Chidayman. Har lahza tavba qilish kerak. Tavba qildim. Harom luqma yema, yemayman. Harom joyga borma, bormayman. Zino qilma, qilmayman. Kibrlanma, yana. Haq bo'lsang ham janjallashma, yana. Omonatga xiyonat qilma, yana. Birovning dilini og'ritma, yana. Birovning haqqini yema. Tavba qildim, harom yemayman, yolg'on gapirmayman, birovning dilini og'ritmayman, hech kim bilan janjal qilmayman, birovning omonatiga xiyonat qilmayman, kibrlanmayman. Olov temirni qizdirgani kabi Alloh sening gunohlaringni yoqib kulga aylantirsin.